Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana biz Bunyod ekan oldiga keldik. Bular mana shunaqa haykallar yasayotganlar. Boshqa assortimentda ham bor ekan. Bu haykallaringiz haqida gapirib bersangiz-chi, aka? Haykallarimiz shu semon bilan qumma aralashmasidan yasaladi. Sifatli ham arzon mahsulotlar. Hop. Biz bularning kraskasini ham eng yaxshisidan ishlatamiz, semonni ham, qumni ham eng yaxshisidan tayyorlaymiz. Ichida nima bo'ladi bu? Ichida temir bilan yasaladi, karkazi svarka qilinib, baquvvat bo'ladi bular hammasi. Yomg'ir, qorda turadi. Kraskalari ham 4-5 yillik kraskalar. Chidamli kraskalari. Kraskalar o'chib ketmaydimi? Yomg'ir, qor, quyosh umuman farqi yo'q. Necha yil turib berishi mumkin? Shu turishida 4-5 yil turib beradi. Keyin o'zimiz boshqatdan restavratsiya qilib beramiz. Restavratsiya xizmati ham bor. U ham arzon. Shu bor ekan, to'y. Shu gulak ishga bular asosan, bog'cha, maktab, hovlilarga. Gnom bor ekan. Bu gnomlar yana kichkinalari ham bormi yo'q? Shu razmerda yasaysiz? Hozircha shu razmerda, buyurtma bo'lsa, kichikroq razmerda emas beramiz. Keyin bular bor, ari bilan chumoli, bular asosan kiraverishga qo'yiladi. Ancha bog'cha-bog'chalarga qilingan bo'lsa kerak. Kutib olishga asosan. Panda ham bor ekan. Bu panda kafelarga misol uchun qo'yilsa, chiroyli turadi. Yaxshi, anaqa to'ylar ham bor ekan. To'ylar ham shu. Hozirgi mavsum gulak ishga, bahorda gulaklar ko'proq. Yana tayyor mahsulotlarimiz rosa ko'p. Misol uchun panda bular ham chiroyli mahsulotlar. Bu ham uy, bog'cha, har xil ofislarga qo'ysa bo'ladi. Bu ham kiraverishga qo'yish kerak. Keyin bu gnomlar bor. Bular ham zo'r. Sifatli mahsulotlar hammasi ham arzon. Qattiq ekan. Baglari ham temirli. Hammasi sifatli mahsulotlar. Kiyiklar ham bor ekan. Bu shoxi nimada? Shoxi temirdan yasalgan, beton bu ham. Endi buyurtmaga qarab, yana boshqacha mahsulotlar ham yasab beramiz. Bularning narxi qanaqa? Bo'yi necha buni? Bularning narxi tizimdan aka. 1 metrga yaqin bo'ladi, yo 1 metrdan oshiqroq. Shu 5-600 ming so'm atrofida bo'ladi o'rtacha haykallarimiz narxi. Endi o'ziga qarab tepa bo'lib keturadi, qimmatlashib. Yaxshi. Ani layliklar. Bizda eng ko'p sotiladigan mahsulotlarimiz yana shu laylik, tovus, flamingolarimiz bor. Bular narxi ham arzon, ham sifatli, ham yengil. Bitta odam bemalol ko'tarib, yoqqa bu yoqqa olsa bo'ladi. Keyin nima desa bo'ladi? Ya'ni ko'proq sotiladi-da bular, baribir. Sifati ham yaxshi. Bular ham 100% kraskalari zo'r. Qishda, yozda turib beradi, yomg'ir, qorda. Keyin to'ylar bor, gulak ishga bular. Bular ham sifatli shu betondan yasalgan, bemalol. Ichi nima qilingan? Qora ekan. Anaqa. Kraskami? Kraska emas, boshqa narsa. Bu o'ziga o'tib ketmasligi uchun, to'g'rimi? Suv turadi ichida. Layliklar, flamingolar. Bular ko'proq sotiladigan mahsulotlar. Olmaxon bilan tulki ham bor ekan. Olmaxon, tulki, bular bog'chalarga asosan arzon mahsulotlarda bular. Narxi o'rtacha. Menda keyin eng arzoni menda baribir. Boshqa joylarda solishtirib ko'rib bemalol olasizlar. Bu odam ko'taradimi? Bemalol. Bu nima? Tog' echkisi. Tog' echkisi. Bu ham faqat temirdan yasalgan, karkazi. Bemalol 100 kilo ham ko'taradi. Zo'r ekan. Bir xil bolalarini mana shunaqa ko'rib qolganda bolalarini ham o'tkazib qo'yadi. Bemalol. Shunga so'rovmi? Bu Nasriddin afandi endi bularni shu choyxona, uy, kafelar qo'yib qo'ysa bo'ladi, chiroyli kutib olishga. Kiraverishga qo'yib qo'ysa. Bu ham shu sifatli hamma narsa mahsulotlari. Otam bor ekan, fil bor ekan. Mana bu otam shu odam ko'taradi. Bemalol odam ko'taradi. Bu ham baquvvat, hamma joy temirdan yasalgan. Sizlar gips ishlatmaysizlar, to'g'rimi? Yo'q, gips yomg'ir, qorda turmaydi. Faqat semon, kley, qum ishlatamiz. O'zini alohida.
semonti. Shuning uchun bemalol baquvvat. Haqiqatda ayiqlar bor ekan yana. Yani Daryoda tayyor mahsulotlar ko'p. Bemalol kelib ko'rmasanglar bo'ladi. bu ayiq usti yopiq ekan. Dam olibdimi deyman. Ozgina charchagan. Ayog'imiz ham shu ozgina yana tegi tosh-to'r ko'tarib qo'ysa, uzoqdan yana chiroyli ko'rinadi. Baland bo'lib turadi. Bemalol kelib ko'rib, ustiga o'tirib ko'rsa ham bo'ladi. Baquvvat hamma narsasi. Bularda ham restavratsiya xizmati bor. Restavratsiya xizmati bor. Juda antiqa qilingan ekan. Montlarni. Bunaqa odatiy tekis emas. Ko'p turganinglarda. Ko'rinishlar ayiq. Keyin kiyiklar bor, kichkina. Bular arzon mahsulotlar bular. Manimcha bog'cha olsa kerak bunaqa. Bog'cha uylarga. Keyin bular restavratsiya qilyapti hozir. Bu restavratsiyaga kelgan. Misol uchun bularga ham 7-8 yil oldin yasalgan qushlar bular. Hozir restavratsiya qilib beramiz. 7-8 yil bo'lgan. Bu nima bo'lgan endi? Endi har xil yig'ta yorishganda endi singan, kraskasi o'chgan. Zarplarda nimasi ketgan. Bu ma'lum qanotni shunda bu sinsa ham o'shani ham yasab o'zidek qilib berasizlar, to'g'rimi? Qilib beramiz. Yaxshi. Bular ham restavratsiyaga kelgan? Bu ham restavratsiya. Bu yana rang qo'shiladimi bunga? Rang qo'shiladi. Hali qizil, sariq, bular to'si bo'ladi, oq. O'zlari chiziladi alohida. Bularga ham rang qo'shiladi. Yaxshi. Mana masjidda ish olib borishar ekan. Mana ko'rib turganinglarda ishlatiladigan bo'yoqlar bor. Va joylari. Bunaqa temirli-chi. Buni ham yasaysiz? Bular anaqa zumrad qimmatga bog'cha nimasi bo'ladi. Kraska qilayotgan ustiga yopib qo'ydimmi? Bu aravada o'tirib ketayotgan bo'ladi. Zumrad qimmatni aravasi ekan. Bu yoqda nima bo'ladi? Otmi? Eshigi bor. Tandiri bor, sandig'i bor. Komplekt yasalgan. O ko'rinyapti. Sandig'i bor ekan. Eshik menimcha restavratsiya bo'lsa kerak. Yo'q, o'sha yerda. Mana bunaqa tuylar. Gulak ishga gulak. Katta. Har xil ko'rinishda ekan bu tuylar. Bunga qanaqa gullar ekadi endi? Endi kattaroq daraxtlar ekib qo'ysa ham bo'ladi bularga. Banan, palma shunga o'xshagan bo'lsa kerak. Bo'ladi. Mana bunaqa yasalgan bor ekan. Haqiqatan sementdan ekan. Bularni hali rang qo'yilmagan. Endi rang beriladi bularga. Yaxshi. Tovuq bor ekan. Voy, bu bo'yi nechi buni? Oldiga turingchi. 2dan oshiq. 220 chiqsa kerak. Yo'q, bunaqa globusda o'tirgan odam. Hali ranglab beramiz. Buni qanaqa ranglar bilan yana to'ldirasizlar? Buni boshqatdan endi rangli qilib bo'yaymiz. Misol uchun ko'k, yashil. Yaxshi. Qo'ziqorin. Bu menga o'xshatdim Pokemonga. Lekin Pokemon emas. Buni qarasa quyon bilan qo'ziqorin. Bular menimcha kafelarga bo'lsa kerak. Kafe, restoranlarga bo'lsa. Choyxona. Shuncha nimalar bor ekan. Hammasi sotuvda bor. Tayyor. Mana shu haykal narxini aytsangiz bo'lardi. Buni narxi 3 million. Bu ham shu sifatli hamma narsasi bemalol kelib ko'rib, tanlab o'zlari. Keyin qushlarchi, bularni ham ko'p so'rashadi-da. Kattasi 200 ming so'm, kichkinasi 230 mingdan.
Flamingolar ham shu atrofida. Hammasi bir xil. Qushlarning hammasi bir xil. Ha, bir xil. 200 mingga 230 ming. Mana ko'rsanglar bo'ladi flamingolarni. Strichlab qo'yishibdi. Tayyor mahsulotlar bular ham. Bu olib ketishga уже tayyor. Tayyor. Egasi ham bor. Egasi ham bor. Hoy. Ha, tulkimi? Tulkichilar, olmaxon tulki bular. Bu tulki, olmaxon. Burgutlar haqiqiyga o'xshatdim burgutni. Boshida kirganimda. O'sha antiqa. Buni ham siz yasagansiz, to'g'ri? O'zimiz yasaganmiz. Hammasi qo'l mehnati, qolipda quyilmaydi bular. Bu o'zi o'tirgan, mana xohlagan turda yasasa bo'lar ekan. Ya'ni yasab berasizlar, to'g'rimi? Beramiz. Xohlasa ilonsiz, xohlasa baliqsiz, xohlasa baliqli, ilonli. Kichikroq bo'ladi. Ko'rinishini ham masalan olib kelib bersa, mana bunaqa ko'rinishda bo'lsa, Yasab beramiz. zo'r, yaxshi. Doktor Aybolit, begemot, ayiqcha. Mana bu nizam bor ekan. Juda katta ekan bu. Bu ham shu 2 dan oshiq. Buni ham 220 dan oshiq bo'lsa kerak. sizni ham ko'taradi bu. Bemalol ko'taradi. O'tirib ko'rsatib bera olmaysizmi? Yo'q, janob. Siz ko'tarib o'tirishingiz kerak. Ya zo'r. Qo'l mehnati bilan Qo'l mana mehnati 100% qo'l mehnati. Umuman kimlardir landshaftga mana qidirib yurgan bo'lsa, uyiga har xil turdagi haykallar bor. Bunaqa tuylar bor. Xohlagan ko'rinishda etgan nimangizni ko'rsatsangiz yoki ko'rsatsangiz o'sha rasm bo'lsa, hammasini chiroyli, akkuratni o'z vaqtida sifatli va kafolatli qilib yasab berishar ekan. Mana bunaqa strichlab, bu уже tayyor mahsulot, ketishga tayyor. Endi egasi kelib olib ketsa bo'ladi, bo'ldi. Tayyor. Dastavkalar ham bormi sizlarda? Endi dastavka qilib beramiz. Ko'proq narsa olishsa. U qanaqa bo'ladi? Hozir biz Qibraydamiz. Qibrayga shu 100 ming, 150 mingga dastavka qilib beramiz. Toshkentga kelishiladi dastavkasi. Mani mashinamga siqsa, va mashinangiz ham bor. Kelishamizda dastavka bilan. Bo'ldi. Bu ham telefonda bemalol gaplashsa bo'ladi. Mana do'stlar. Bemalol turdagi haykallar. Operatsiya ham olib borilar ekan. Bu yerda yasalganlar уже tayyor ketadigan. Tayyor ketadigan. Ko'rganinglarda bo'yalmagani ham bor. Sekin-sekin rang berib bo'yashadi. Bugungi mehmonimiz bizlarni Bunyod. Mana o'zlari yasirkanlar, ko'rdinglar. Qanaqa yasashlarini, narxlarini, hammasini ko'rdinglar. Nima deysiz obunachilarga? Bemalol kelib ko'rib, sifatini tekshirib olib ketishingiz mumkin. Haykallarimiz sifatli ham arzon. Rahmat hammaga. Telefon qilsa bo'ladi. Bemalol. Nechadan nechagacha? 24 soat. Telefonni qoldiramiz opsiyaga, bemalol telefon qilaveringlar.